Ish stolini o'zgartiramiz rubrikasi. Ko'rib turganingizdek, bu eski nakleykalar уже ancha eskirib qoldi va men bozorga tushganimda shunaqa yengilcha nakleyka oldim va buni har doimgidek o'z bilganimcha yopishtiraman, chunki men buni birinchi marta yopishtirmayapman deb o'ylagan edim, lekin adashdim. Chunki o'tgan safar yopishtirgan nakleykamni kleygi shunaqa ham baqvat ekan, shunaqa ko'chishi qiyin bo'lib ketdi. Unaqa bunaqa qiynalmaganman, ishoninglar qizlar. Bunaqa nakleykalarni bozorlardan topsanglar bo'ladi. Men bitta rulonini 30-35 mingga oldim adashmasam. Bu ko'chirayotganim esa o'tgan safar men Xitoydan zakaz qilgan edim. U ham почти shunaqa narxlarga tushgan edi, lekin haqiqatda kleygi juda ham baqvat ekan qizlar buni. Ancha vaqtim mana shunaqa qilib ezilish bilan o'tdi, keyin ham ishlab qoldi. Film bilan qizdirib klegini ko'chirsam menimcha tezroq ketadi, ko'chadi deb o'yladim. Haqiqatda ish berdi. Film bilan bu nakleykalarni osonlikcha ko'chirib oldim. Bir tarafdan stress, ikkinchi tarafdan stress ham bo'ldi shu joyiga, chunki birpasda ko'chib ketgan uchun mazza qilib ko'chirdim. Oxirida mana shunaqa kleylarni yaxshilab artib, nakleyka yopishtirishga tayyorlab oldim. Nakleykalarni o'lchab, qarab, kesib oldim. Agar siz ham xayolingizga voy mana oshxonamga shunaqa nakleyka yopishtiraman degan xayol kelgan bo'lsa, bu ishni bitta o'zingiz aslo boshlay ko'rmang. Yoningizda kimdir sizga yordam bersin. Bo'lmasa bu yopishtirayotganingizda bir-biriga yopishib shunaqa asabingizni buzadi. Ko'rinishidan oson ishga o'xshaydi, lekin 5 soat vaqtim shu ishimga ketibdi. Chetlarni ham shunaqa to'g'rilab kesib olamiz. Yopishtirayotganda ortiqcharoq qilib yopishtirsanglar, kesib olib tashlaysizlar, i o'shanda akkuratni chiroyli bo'lib chiqadi. Oxirida natijalarni ko'rib ko'zlarim quvnab ketdi. Xuddi yengidek bo'lib qoldi oshxonam. Vola, qaranglar, qanaqa chiroyli va qanaqadir yorug' bo'lib qoldi oshxonam. Sizlarga yoqdimi? Yoqqan bo'lsa kommentariyaga fikringizni yozib ketinglar. Men ishlarimni qilayotgan paytda bolalarim xo'jayinim bilan o'shanga ovqatlanib harakatini boshlab yuborishdi. Qaranglar, serialimiz gullabdi. Videoni qolganini ozgina qilmadim, shunchaki bu videoni vibe'ini his qilinglar. Men seni o'ylarga